Barchaga assalomu alaykum. Ushbu videoni qo'ldan kelgancha reaksiya qilamiz. Oxirgi video bo'lishi ham mumkin, to'g'risi. Ko'zim yetib qoldi. Chunki mantrashayotgan odamlar juda ham katta qo'shtirnoq ichida mafiya deymizmi, juda ham bir qudratli odamlar. Xullas, Octagon Ligani navbatdagi press konferensiyasiga Olmaotaga chaqirishdi. Kerak emas, men kelishmaydigan odamlar ko'p. O'zbekistonda bo'y bo'ladigan bo'lsa, men tayyorlanib qo'ya qolaman desam, xavfsizlik choralarini ko'rishga va'da bergan holda sultan chaqirdi. Keldik o'sha To'xtar bilan so'rashayotgan paytim Najdan ketib qoldi. Ajratayotganda ahramalar ham chekkaga tortib, "Ne sen bizni bolalarga sakraysan? Ne sen zo'rmisan yo?" bu yoqda turib gazovat qildi. Endi Qozog'istonda можно shekilli boshqa davlat fuqarolarini bunaqa qilib so'kinib, haqoratlab, bemalol gazovat qilish. Bilmayman, bu videoni balki oldirib turib yuborarmandan bular, balki meni o'zimni bir yoqli qilib yuborar, yopdi qilib yuborar. Prosta mana shu videoni chiqarib qolayotganimdan men xursandman. Bunaqa holat 4-5 marta bo'ldi-da. Mana oddiy misol, Arnur Kabduldayev uxlab qolganda ham o'sha Iranitsga vizit tashiyman deganimda Nuradin chekkaga tortib turib, "Idin-na" deb turib arenadan chiqarib yuborgan holatida ham chiqdik, ketdik. Endi video chiqaraman deganimda bari iltimos qildi, yalinib keldi. O'sha yerda keyin besh olindi. To'xtarda oxirgi bo'yida ham face to face ga chiqishim kerak edi men. Esdan chiqdi u. Zachем esdan chiqadi? Men 3 kun ketgan vaqtimni boshqa davlatda kim qaytaradi? Nega hurmatimiz yo'qmi shunchalik deganimda ham, "Ya, brat deb turib o'shanda ham iltimos, xo'p, endi bugungisi oshib ketdi." Unaqa holat juda ham ko'p bo'lgan, to'g'risi. Hammasini po faktu qilib O'zbekistonga esolaman. Tirik yetib oladigan bo'lsak, xudo xolasa qo'yamiz. Mana o'zimizda MMA federatsiyada Hasan F bor, Hoji Akbar aka bor. To'g'risi O'zbekistonda boshqa ligalar hech qaysi turnir qila olmayotgan vaziyatda Octagon liga qildi. Endi bularda pul ko'pligi uchunmi, bular katta mafiya bo'lgani uchunmi, to'g'risi men hayronman. Mana shu O'zbekistonda turnir bo'layotganda o'sha odilona to'g'ri hakamlarda qolaversa, o'sha hamma narsa adolat bilan bo'lishida mana shu narsalar qayta bir ko'rib chiqishingizni iltimos qilgan bo'lardim, to'g'risi. Men hayronman, nima Qozog'istonda mo'jnami? Liboy talpa qilarishi yo O'zbekiston fuqarosini ular bir tiyinga olmaydimi? Men to'g'risi hech narsani tushuna olmayapman. Mana shu vaziyatda to'g'risi yordam berishingizni, to'g'ri ko'rib chiqishingizni, kerakli odamlar ozgina bo'lsa ham aloqaga chiqishini men xohlardim. Men bir o'zimman. O'zinglar ehtiyot qilinglar.